Assalomu alaykum. Diyorbekuz kanalining obunachilari, YouTube chorvashvozlari. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videoda rossiyskiy chorniy pyostran o'ta zo'rlardan kelgan. Ekranda yaxshilab o'rnash bo'laverasizlar. Zot ko'chat rossiyskiy ishqibozlariga. Mollarni o'ta zo'rlardan, gullardan kelgan. Xudo sizlarga bugungi videoda yoritib, qo'ldan kelgancha obzorni qilib beramiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar inshaalloh. Mollarni o'ta zo'rlardan. Rossiyskiy ishqibozlariga obunachilar mana. Bu mollar tushungan o'ta ko'chatlardan mana. İnşallah mollar sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beraveramiz. Bugun hafta kuniga payshanba 2025-yil 11-dekabr. Videomiz bo'lyapti Farg'ona viloyati Bo'ydi tumani Cho'nmog'ish Qo'ng'irotda. Mollarni o'ta kelajagi porloq katta sut beradigan mollardan kelgan. Boshlayveramiz videoni. Bunimizni ikkovi teng a? Ikkalasi bir xilmi, ikkalasi to'qollar, shoxsizlar. Shoxsiz variantida. Chorniy pyostran o'ta ranglari ham o'ta udorlardami? Shu o'zimizni shu O'zbekistonda tug'ilgan, O'zbekistonda katta bo'lgan varianti. Inshaalloh katta sut beradigan mol bo'ladi bu. Go'sht bo'yicha ham, sut bo'yicha ham, hamma narsa bo'yicha maqtanadigan mollar mana mashla obunachilar. Sutni yomg'ir qo'raydigan mollar mashla bo'ladi. Ostlarni ham ko'rsatib beraveramiz. Mana uyalchang mollar. Ostlarni ko'rib baho beraveringlar inshaalloh. Mollar zo'r. Bu mollar katta fermadan chiqqan ekan. Nuqtaga tushmagan mollar a? Ha, katta fermadan olib chiqdik. Zoti tayin sog'ligi, yeb ichishi hamma yo'qlar garantiyalar beriladi. Beramiz. Sinab olishaveradi behijolat. Bo'ylariga kelsak, nurlar ikkalasi 110, narigisi 110, berisicha plus ekan. 110 plus sal kattaroq ekan. Ha, o'lcha bo'lishaveradi. Inshaalloh ikkovini jupiga olaman degan obunachilar uchun albatta narxlarni yengil qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib tomosha qilaverasizlar. Bunimiz bo'ylari nechi bu rossiyskiy? Buni bo'ylari 125 mana. 125 plus. İnşallah. Ostlari ham o'ta zo'rlardan oq yelin so'skalari. Uzun-uzunlarda. 125 bo'y a? 125. Endi bo'yga qarab olmaydi-yu, katta kichigina obunachilar taqqoslab olish uchun bo'ylarni yetib qo'yapmiz. Onlayn savdo qiladiganlarga. Ranglari ham o'ta kelib qo'ygan. Shoxli, nari ikkitasi shoxsiz. Ikkita shoxsiz, buni shoxli variantidan so'ragan obunachilar. Rossiyskiyni o'ta go'zalidan ekan mana. Go'zallari. Yellari ham belda. Karobkalari 4 burchak variantlardan kelgan ekan obunachilar. Ko'rib baho beraveringlar inshaalloh. Ko'rgan deb like bosib qo'yinglar. Nari ikkita egizlari qarang, Fotimaga o'xshaydi. Fatima Zuhralar. Bo'ylari 1.5 ekan obunachilar, 1.10. Buni sal kattaroq deyilyapti. 1.10 galashaveradi bo'ylari. So'skalari ham zo'rlardan, tiniqlardan ranglarni qaranglar obunachilar. Bitta like deb bosib qo'yinglar. Inshaalloh katta fermadan chiqqan. Inalari ham katta sut beradigan mol bular. Mollar sto'kasini ko'ring. Tikka hamma tomon. Tuyoqlarigacha tikka tuyoq. Turishini qaranglar obunachilar, qo'rsayib turishlarini. Narigisi ham voshshi ko'rs. Karobkalarga baho beraveringlar obunachilar. Bitta like deb bosinglar shu joyga. Inshaalloh katta sigir bo'lib, katta sut beradigan mollar mana shular. Sut yomg'ir qo'raydigan mollar shular bular. Bunimizni pulni nech pul deymiz endi? Rossiyskiy shoxli variantiga. Ularda obunachilardan o'zlari narxini tushunadi. Narx arzon emas. Yaxshi mol, hamma yo'qda. Yaxshi pul. Firmaga kirsak ham ko'tidan tushgani $1000 deb arzonga bermayapti. Endi hali negativga olish shart emas. Mana ahli yetgan zo'r sigir qilaman degan odam olaveradi. Kattasiga 24 million so'm kami bor. Shunga 24 million so'm kami bor, albatta hayron qilib beriladi. Dastlabkilar vodiy bo'ylab. Ostidan qaranglar. Oq yelin so'skalari uzunlardan mana obunachilar. 24 million so'm kami bor. Yo'ldagi dastlabkilarni qilib beriladi albatta. Dastlabkasi bepul. Bepul. Ikkala ko'chatlarga nima deyapti obunachilar? Ikkalalarga baho beringlar bitta. O'ta gullaridan ekan mana. Yedishlari qoniga hamma yo'qlari garantiyalar berilyapti. Albatta 3 kun sinab olaverasizlar. 3 o'yinning endi narxini nech pul deymiz? Ikkoviga. Bu ikkalasiga 36 million so'm narx so'raymiz. 36 million so'm narx so'raymiz albatta. Endi narx arzon emas, mollar yomon emas. Bittasini olaman degan obunachilar uchun ham berilaveradi. Kelishtirib beriladi. Jupiga bir xil hisob. Jupiga olsang sal yo'lida qilib yana tushib beriladi. Ko'proq tushirib beramiz. Tushib beriladi.
Ranglari ham o'ta tiniqlardan ko'rib baho beringlar. Kasallarga ham yo'q emlamalar qilinganmi? Emlamalari bo'lgan. Emlamalari bo'lingan mollar. Bo'lgan hammasi. Katta fermadan olib chiqilgan mollar ekan bular. Inshaalloh mollar o'ta zo'r bo'lib ketadi. Sutni ham katta beradigan mollar mana shular bo'ladi. Kallasini qaranglar obunachilar, bitta like bosinglar shu joyga. Kalla tomonlardan olib qo'yaman, buni bu tomondan. Ranglari ham o'zgacha. Ranglari ham o'ta tiniqlardan obunachilar. Xudo xohlasa kalla tomonidan ham sizlarga bir ko'rsatib beramiz. Obunachilar mana oldindan ko'rinishlari. Kallasini o'zi $1000 deydi-yu, xuddi shunaqa mollar bular bilan. O'ta ko'chatlar, yosh ko'chatlar bular. Endi bunimiz yoshlari qanaqa endi buni? Bu 1 yoshga yaqinlab qolgan. 1 yoshga yaqinlab qolgan o'ta ko'chat. Ikkoviga necha oylik endi bular? Bu ikkovi bir 7 oylik, 8 oylik ash atrofida mollarda. Shunaqa yoshlar bular. 8 oydan baland emas ular. Yosh sutdan chiqqan, o'tga o'tgan variantlarda. Sutdan chiqib bemalol o'tga o'tib bo'lgan bular. O't yeydi xudo xolasa inshaalloh, yedishlari zo'r. Ko'ribsizlar qaranglar obunachilar. Qo'rsayib turishlarga baho beraverasizlar inshaalloh, mollar o'ta zo'r. Obuna degan tugmachani bosib qo'ysalar inshaalloh biz qo'ygan videolar sizlarga birinchilardan borishiga muyassar bo'lasizlar. Hammalarga rahmat obunachilar, chorvalarga omad. Qo'llab-quvvatlab ko'rib turganlar uchun katta rahmat hammalarga.